Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy UFO Qanşartaldagi ishimizni bitirdik. Bu yerda Matkari akaning uyida ishladik. 180 kvadrat stoyaj quydik. 90 metr bordyur bo'ldi. Bordyurning balandligi 1 metrdan 1.10gacha bo'ldi. Eni 25 dan 30 santigacha bo'ldi. Mana quygan yerlarimiz. Mana yoqqa bor ham. Mana yerda trotuar olib ketdi. Temirlar hamma xarajat qo'shib hisobladik bu yerda. Stoyajimiz to'lig'i 40 million so'm pul ketdi bu yerda. Qo'loq qisi, mana yuzim uchun qo'yib qo'ygan turbalar, shebeni, sementi, setka klyonkasi, mana shunday tip yo'lga chiqargan bo'ldi. Nastoyashib to'liq asfaltga chiqqan uchun qo'yildi. Mana bu yog'imiz bordyur. Bordyur mana stoyashib quyilgan moslandi. Bordyurimizning to'lig'i bu yog'i 10 santi past bo'lib qo'yilib turibdi mana. Yomg'irga mana turbalar qo'yilib ketdi. Hammasi shuning ichida, shu qo'loq qisi, xarajati, mana bordyur mana deb bu yoqqa kelgan stoyajga moslanib qo'yilib turibdi. 40 million so'm pul ketdi.